Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 7-may 2025-yil Buxoro viloyati Po'shkin tumanidaman. Bir akamizni mini fermalarga chiroyli mollarni keltirganlar. Nasib bo'lsa, sizlarga obzorni qilamiz. Mollar qancha bo'libdi, oyligi qancha, qanaqa paroda, shularning hammasini nasib bo'lsa sizlarga o'tog'idan olib ma'lumotlarni aytaman. Agar bizdan qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, ekranga pastiga telefon nomerlarini qo'yaman. Xudo xohlasa o'zlari bilan telefon qilib yana bog'lanishlaringiz mumkin. O'zlaridan so'raysizlar qolgan ma'lumotlarni. Ana bu 4 ta rastka ola parodalar bitta akamiz olgan ekanlar, pulini tashlab bergan ekanlar. Shu ana mana birinchisi, bu ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi bular sotilgan. Ana shu 4 ta sotilgan, bu yo'qlari sotilmagan. Ular sotilmagan. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa narxlarini aytib, qanaqa paroda hammasini aytib o'tamiz. Bir joyga 16 dan ketdi bular 4 tasi bir joyga. Bularni 16 bir martaga 16 dan sotdingiz, ha? Sizga dastavkasi ham bormi? Agar hozir masalan biror kishi olaman desa, dastavka ham qilib berasiz, ha? 40 kilometr yetib beraman. Uyingizdan 40 kilometrgacha. Xo'sh, bir boshdan bu qanaqa paroda, qancha deysiz narxini buni tog'am? Emas bu, shu rossiyskiy bilan xasak bilan chashgan gibrid bu. Emas lekin bu. Şimdi bu göz 2-3 oy bu göz dedi bunu egasi. Bu göz chiqishi ham mumkin. Mana. Yelimlarni qarang, yelimlar oq yelim ekan. O'zi kosa solishni boshlagan ekan, o'zi qo'lini to'ldiradi. Juda yosh lekin. Mana yoshligini ko'rishingiz ham mumkin. Mana nimalarga tegirgan yelimlarga nima qilmayman, gapirmayapman. Buni narxini qancha deysiz, tog'a? 14 deyman, 300 ming so'm kam berasiz, 500 ming so'm o'tib beraman. Oxirgi taqalgan narxi 13,5 mi? 13,5 beraman. Undan tushmaysiz hozir. Keyin tushayotgan joyi yo'q boshqa. Ya'ni men bana aytibman, xalqqa ziyon qilmagan yo'q. Shu yaqinroq aytaman, shu xalqimiz maza qilsin, harakat topsin. Necha oylik bu tog'a? 3 oylik. Egasiga bo'yicha qorindagi 3 oylik bo'lsa, o'zi bir yoshlar bo'lganmi? Ha, shu yoshdan chiqqanda qildi. Yoshdan chiqqan, ha? Yoshdan chiqqan uchun. Dastavkasi ham shu 13,5 ming ichiga dastavkasi ham. Yetib beraman. Xo'sh. Molni ko'rishingiz mumkin. Endi shu nima bilan rastki paroda bilan qanaqadir shu mol xonaga qo'tanga yurgan molmi bular? Yo uydan olingan bu? Ikkinni yurganmi? Qo'tanga bo'lganda avval, ha? Hozir bir quturib u qo'l qilinni. Bu quturga ozgina yog' qo'q solsangiz agar yo'qolib ketadi. Sut bilan qo'lam qilinni. Biroz qilmay yaxshi bo'ladi bu. Mollar sog'ligiga, hammasiga yeb ichishiga garantiya berasiz. Hammasiga. Javob beraman. Xo'sh, keyingi molimizga o'tamiz. Bular bular qanaqa paroda? Rossiyskiy limuzin ko'cha gibrid bo'lganda bu. Rossiyskiy limuzin gibrid bo'lgan bu. Bu ikkalasi ham shu, ha? Bunisi ham. Bular yo'q. Bular endi osilib ketdi. Bular necha oylik tog'a? 10 oylik bular ikkalasi ham. Ikkalasi ham 10 oylik, ha? Bir joy, ha, bular ikkalasi. Kulesh yaqin kelgan olib, ya'ni yaqin kelganda mol qo'yib qo'yishgan. Kulesh yaqin kelgan olib ozroq boqibdi. Sana agar boqilsa to'laysan buni. Yo'q, ko'rishingiz mumkin mollar. Yeb ishgan o'zir, bo'lishi mumkin. Juda anaqa maqsad qo'yadi lekin unaqa bir sho'x emas u. Bosiq mollar spokойно, xarakteri zo'r. Mollar sog'lom mana ko'rishingiz mumkin. Yeb ichishi hammasiga aka javob beradilar, garantiya beradilar. Bularning narxini qanchadan deysiz, tog'a? 14 ta deyman, ozroq molga o'tib beraman. Bular ham shu 13,5 dan berasizmi, qay? 13,5 dan beraman. 13,5 beraman, bir joyga olsa agar beraman. 15-16 mayishni balansi ishimga foydasi ham yo'q. Yaqinroq aytmas o'taman. Xalq maza qilsin. Buni taqalgan joy 13,5 dan berib, bitta olsam 13,5 dan qilib berasizmi, qay? Beraman. Bitta olsam 13,5 mi? Bitta olsa ham. Etiga tushirish bilan. Buni ham dastavkasi ichiga, ha? Xo'sh. Keyingi mana bu ham rastki paroda, chisi rastki paroda bu ham. Bitta qo'tirna molda bular. Bitta molxona mol ekan, mana bu beshalasi. Bular to'rtalasi sotilgan, mana bu boshqa. Bular alohida. Bu ham qo'tanga yurgan, ha, mol tog'a. Yurgan, anda tarbiya qilinsa yosh bo'ladi tez bular. Har kun bir qashav qilib nimalarga, yelimlarga tegirib o'tirsangiz o'zi qitig'i bor-da hozir. Bor. Bu necha oylik tog'a? Bu sabr 8-9 oylik. Ana bu ikkalasi bitta qo'tanga aytdi bular. Bu bilan, ha? 8 oylarda где-то. 9 oylar. Kattaroq. Xasak u. Ana u nima bilan shu rastki bilan mesni qo'shilganda u. Mesni jaydar bilan shu rastki tegib o'tganda o'zida xasak molini. Hozir bular nima qilaylik, keyin unga o'tamiz. Buni qancha qilib berasiz, tog'a? Oxiri
13 ga beraman axir. Buni 13 ga berasan, ha? Etib pishirish bilan 13 ga. Bu ham passion akalar. Ko'rib tursa bir hozir ham 1-2 oy molga qo'yib nima qilsangiz agar qarasangiz agar molga keladi, lekin 5-6 oy agar yana tarbiya qilib molga qo'ysangiz yirikroq bo'ladi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa bolani ham yaxshi beradi. Agar hozir jasadi kichikroq bo'lsangiz agar tug'ishga qiynaladi-da bu. Hozir ko'rishingiz mumkin akam. Yeyishiga, hammasiga yeyishiga garantiya beradi. Oddiy o'zimizni kombayn hamning bilan. O't tanlamaydi, любой yerda samon. Qamish bilmasa yuradi, buni olganma bo'lsa, o'zi xafa qiladi. Videomizni davom etamiz. To'g'ri, endi buni yoshi qancha? Bular shu qoralar bilan barobarmi birgami bular? Bular ham boshqa mohada bu adin mohada aholi uydan oldim buni. Men mas'ul. Parodni bu ham, ha, zotli mol shu limuzin deb shunaqa deyaptilar uni. Ha, limuzin bilan shu nimani qo'shilgan, ha. Katta sigir boshasida. Ha, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Masalan, o'zimizning messimollar bunaqa baq-baq qilsa, nimalari, shoxlari o'zi bu paytgacha katta bo'lib, o'zimiz messimollar bunaqa baq qo'ymaydi. Yosh go'dak bular. Bular qancha oylik, yoshi qanchadan to'g'ri? Bu esa bir 9 oylikda bo'lgan 8-9 oylik bo'lsa. Shu bunasi qo'shsa olib kelib, masalan, katta sigirda buni. Hammasi yuvosh, ha. Nima qilib tarbiyani qilsa agar nasib bo'lsa yaxshi. Onalar necha litrdan sut bergan bularni, to'g'ri? Bu da ham so'rabadim, lekin onasi ham ana shunchalik katta sigirda. Onasi qo'shib bir masalan sigir, onasi ham ana sigir. Ha. Katta sigir onasi ham. Shuni bu yaxshi bo'lmadi, mancha qolib bordim, ertaga ko'rsatdi. Ha. Yo'l keldim keyin. Buni qancha deysiz narxini, to'g'ri? Buni 13,5 500 o'tib beraman. 13 ha bu ham. Ha, 13 ga beraman. Bu ham dastavkasi ichiga bor. Bitta bo'lsa ham dastavka qilib berasiz 40 kilometrgacha. Gap yo'q, bitta pishiraman. Bo'ldi. Bu ham chisi krovlarasiz-ku? Tozarasiz-ku bu ham, bu nimacham, kichkinacham. Oy yoshlik uni. Bir pavar qilsa agar sizdan bir o'tdan to'g'rasi tulasa, ham bu ham chis rasga ko'rishingiz mumkin akalar. Yosh. Bu necha oylik to'g'ri, bir 5 oylik, 6 oylik bormi? 5-6 oylik. Ha. Oy kichikroq, yoshda. Ha, tarbiya qilinsa agar nasib bo'lsa ham chiroyli sigir bo'ladi. Yosh. Ana o'tni tashlaganda yeb bo'lgan. O'ta yuvosh mana. Soskalarni ko'rishingiz mumkin. Oq yelim, qora soska. Yuvosh mollar, yeb ishiga garantiya beryaptilar aka. Bu xasakni ham sotasiz-a, to'g'ri? Bu ham mayli, bu ham zotli emas, bu xasak mol. Gibridchada bu ham, Rossiya bilan mesni qo'shilgan. Rossiya bilan shu o'zimiz jadal mollar qo'shilgan gibrid bu. Bu ham nimalari, oyoqlari uzun ekan. Ularni yuvosh. Bularni shu parodni mollardan qolishmaydi. Nimasi? Buni yoshi qanday to'g'ri? Buni bir o'sha bo'lgan, buni o'tgan bo'lishi ham mumkin. Ha, qarang mana bu parodni mollarni emas, ana bularni shu masalan gavdasi bular bilan barobar, lekin bularning shoxi yo'q. Uni shoxini qarang. O'zimiz mesni mollar baribir parodni mollardan nimasi farq qiladi-da. Buni qancha deysiz narxini to'g'ri? Buni 13 deyman. Yana 500 kam bersizlar bunga ham. Ha, bu endi mesni bo'lgani uchun o'zga narxini kam deyapsiz. Ha, ortiq 12 kam beraman. Chunki u zotli emas-da bu. Ha. Chatar mol. Endi men akalar narxini, mana bozor ko'p chiqmayman, unchalik molning narxini unchalik bilmayman. Endi akam aytibdilar, o'zlari taqalgan joyini aytibdilar, ko'p ham baland aytibdilar. Endi men har kun YouTube'ga masalan mol olib sotayotgan bloger nimalarni olib sotayotgan odamlarni nimasini videolarini ko'raman. Shunga nima qilib aytolman. Endi men narxini baxshilarkadagi narxlarni tushirib, nima qilib tortishni bilmayman. Hali lekin narxini bilmayman-da. Agar men narxini, mollarning narxini bilsam, har kun 3 ta 4 ta syomka qilsam, bu aka bilan solishtirib nima qilaman. Yana kelishayotgan joyi bor, ha, to'g'ri, kelib o'zingiz bilan gaplashishlarga. Kelishayotgan joyi bor. Xalqlar degan gaplar bor. Nomerlarini qo'yaman, o'zlari bilan kelib ko'rasiz yo telefon qilib nima qilasizlar, gaplashasizlar. O'zlari bilan qolgan joyini gaplashasizlar. Bu mollar ham 1 oy 2 oygana yaxshi boqilsa agar o'sha nimaga keladi, uylashga tayyor boqaga keladi bular. Tamoqdan deyiladi, o'sha bir tursaga. Bular bir o'zini tekislab olsa ham chiqib qo'yadi, bo'lsa. Chistasiz kelmasa, u xasakroq. Ha, u shoxdan bilinib turibdi, shoxi uzun, shoxi o'zi katta bo'lgan. Xo'sh, ana shu hamma mollar ana bu 4 talar sotilgan, qolgani mana shuni hammasini syomka qilganlarni sotilar ekan. Aka nomerlarini qo'yaman, kelib ko'rishlaringiz mumkin yo telefon qilib bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Telegramlari ham bor. Videolarni uzatadilar sizlarga. Tanlab o'zlaringiz nima qilishlaringiz mumkin yo masalan savdolashishlaringiz mumkin, kelib ko'rishlaringiz mumkin.
Video yoqqan bo'lsa agar bitta like bosib, obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa agar fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Barchaga rahmat.